xolasanglar meni yomon ko'raylik, lekin men bu gapni aytmasam bo'lmaydi. O'rtoqlar, necha kundan beri ikkita adminimga telefon qilib, kuniga eng kamida 15-20 ta odam ehson so'rayotgan ekansizlar. Adminlarning nomeri reklama va hamkorlik masalasi uchun qo'yilgan. Baraka topkurlar. Tinchini buzayotgan ekansizlar. Kechasi 3 ta telefon qilib, erli ayolga, adminimga ehson so'rash nima degan gap? Qani bu yoqda ozgina hurmat. Ertaga eri gapirib, oilasini tinchi buzilsa, sizlar javob bermaysizlar-ku bu narsaga. Avvalambor Alloh bizani shunga qodir qilganiga shukr, ertaga almashib qolishimiz mumkin. Alloh o'zi asrasin. Lekin har bitta odam o'zi uchun topganda, sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha qancha muhtoj oilalar bor. Даже telefon ishlatishmaydi. Voy, vobshe uylari yo'q. Odam o'zi uchun topgan, biz o'zimiz bilamiz qatki qilishi. Nagli telefon qilib ehson so'raguncha ishlanglar, baraka topkurlar. Mehnat qilinglar, to'rt muchanglar sog'-ku.